Felaket! Assalomu alaykum dada. Kim kavushimni orqasini bosib tayladi? Kim? Aya men deyman. Men dadasi. Salyonning salatini yaxshi ko'raman-da. Bo'lmasa Forillatmasdan hech. Chapillamasdan ye ovqatni. Hop. Ikki qo'lda sindir nonni. Suyanmasdan o'tasan. Nogironmi bu? Tarbiya berishni bilmaysan, qishloqqa. Chapillama kuchuk, chapillama. O'qishdan nimaga tur olding? Uxlab qolibman. Almashtir. Sen nima kundaligini olib kelmading? Dadajon, shuni stulchi ko'tarib kelibdi. Bor olib kel stolni. Yig'lama bo'ldi, jig'lama. Jilyapman. Qayda juribsan? Bola jig'layib yotibdi-ku. Lala ko'tayliklar olib keldim. Nima edi u? Bolaga taqsangiz mazza qilib yotadi. Hattoki taglik borligini ham sezmaydi. Qaydan olib kelding? O'zbekiston hamma magazinlarida bor. Hattoki o'zim marketdan zakaz qilsangiz ham bo'ladi. Tori gapir, reklamachiga o'xshab gapirasan. Reklamasiga pul olganmisan? Yo'q. Tariqol ko'zimga ko'rinma, balaga o'zim qarayman. Qarashni ham bilmaysan. Papalam, seni tatlı yedim. Gelek delikte, rozeti payom. Qaytada keldi? Tuya ko'rdilaringmi?